Hammaga salom bolalar. Sizlar bilan men Mustafa yana. Bugungi videomizda Level Devil o'yinini o'ynab mazza qilib dam olishga harakat qilamiz. Men buni allaqachon barcha qismlarda o'tib qo'yganman. Endi sizlarga mana shu Level Devil S degan joydan boshidan oxirigacha o'tib berishga harakat qilaman yoki buni ikki qismga ham bo'laman. Mayli, bo'lmasam ketdik. Birinchisi. Xo'sh. Kerakchi. Hop. Nimaga tushmadi? Akalar personajlarimizni gulib qo'yibdi. Voy, la'nat ye. Esimdan chiqib qolibdi. Bu o'yinni o'ynamaganiga mancha bo'libdi. Voy. Opa! Akalar bu o'yinni voy! Akalar bu o'yinni sherkim bilan o'ynashga nima deysizlar? Ya'ni bu o'yinni ikki kishi bilan ham o'ynashsa bo'ladi. Bemalol. O'ynamaganim bilinyapti-da, bolalar. Yana bir do'stim bilan chiqaraymi? Rasulbek degan bir do'stim bor. U bilan chiqaraymi? Sizlar ham kommentda yozinglar. Va albatta, iloji boricha videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar, bolalar. Chunki men hech bir videomga hali hech kim like bosmagan ekan. Va atigi ikkita obunachim bor ekan. Shuning uchun iltimos obuna bo'linglar, like ham bosib turinglar. Hech bo'lmaganda komment ham yozib turinglar. Voy, to'xtab qoldim. 1 soatdan beri o'tolmayapman bundan. Vo. Endi o'tyapmiz. O'tyapmiz akalar. Ya'ni men o'tyapman. Chunki buni faqat men boshqaryapman-ku. O'tdim. Voy, esimda bunda. Esimda. Tush kerak, tez. Endi yurish kerak, hozir blok chiqadi. Aytdim-ku blok chiqadi deb. Bo'ldi. Bu oson. Bittada o'tib ketish mumkin akalar. Bunisida portal qochib yuradi ya'ni. Hop! Ko'rdinglarmi? Bunaqalari easy. Narigi mahalladan o'tish kerak ekan bu yerda. Tezroq. Mana bu juda ham qiyin. Buni tashlab yuborish kerak. Mana bu yomonlik ekan mana. Qochib qolish kerak. Yomon bo'ldi. Bu juda ham qiziq. Bunda mana bu tumaloq narsachani boshqarasizlar. Odamchani mana shu yoqqa olib kelish kerak. O'ynamaganimga ham ancha bo'libdi. Voy, o'ynamaganimga ham ancha bo'lgan. Hop. Aytdim, o'ynamaganimga ancha bo'ldi. Voy, sharmandaman.